Oy, putim bek ağrıp ketdi. Ağan narsının tayini yo'q ketaverar ekansan. Men bir kun kechgacha bozor aylansam harmayman. Bir narsa yetib olmasam bozor aralashqa bek amroq degani. Seni bizde qiyirlag'i selishtirg'ili bo'lmas. Sen degan yosh tursan. Voy, odam zangni qilishga ajib mustajimsan. Hay, qizingchi, uyda yolg'iz qoldimi? Yo'q, maktabga ketdi. Tushdan burun o'qiydi. Tushlik tomoqni sirtda yeb soat 1ga ulgurib, jonbozlik o'rgangili bordi. Nima? Oljib qolmagansan? Qiz balani shunday yalak beramsan. To'g'ri deysan. O qiz bola bo'lg'ashqa o'rgansin dedim. Bir tarafdan qizim o'rganishga yaxshi o'g'ini bilan bakli jimg'ur, o'ychan, qachonla qarsangiskin yuriydi. Shunga uning mijoz xarakterini o'zgartirishga foydasi bo'lib qolarmikin deyman. Yana bir tarafdan qizim yolg'iz o'g'ashqa uningdan baklansirayman. Jonbozlikni o'rgansa, hech bo'lmaganda o'zini o'zi qo'g'day oladi. Menga o'xshash yuvashib qolsa, boshqalarning bo'zaq qilishiga uchraydi ekan. Sen yana burun qishlarni unutmabsan-da. Shundoq. Men qandoqmi unutib ketalayman Nuriman. Hammani unutib ketgan taqdirdimi o'g'limni unuta olishim mumkinmi? Sen bilmaysan. Ayni chaqda men Erkinni haddidan ziyoda yaxshi ko'rgashga, uning yuzsizlik qilishi menga haqiqatan yig'ib keldi. Uning shu chaqdagi Dilbar bilan birga turgan holati ko'z oldimdan faqat ketmay, pek azoblandim. Lekin birer yil o'tgandan keyin o'zimning yeniklik qilib shunchalik ishlarga xafa bo'lib, uning bilan ajrashib bolalarimni yetim qilganligimga qattiq pushaymon qilg'ashqa, uning bilan qaytadan yarashishni o'yladim. Uni o'zim izlab berishdan xijil bo'lib, oxiri seni bu ishlarga soldim. O'ylamagan yerdan u hiliqdek gaplarni qilib emasmi? U ishlar esingdi-ku. Albatta esimda. Uning shu chaqda qilgan gaplarini o'ylasam, sardam qaynaydi. Men sizlarning bolalaringlarni, ham ishqinglarning burunqi baxtli oilanglarni o'ylab uning yoniga ko'rishga beribdiman. Kim biladi uning shunday qilishini? Ko'zlarini chekchaytib, nima? Yarashishim mumkin emas. Ayni chaqda u mening tushuntirishimga yo'l qo'ymadi. Seni ko'ra ko'zim yo'q. Endi nega bosin dedi. Yana men tükürgen tükürükni qayta og'zimga olmayman. Sizning gapingiz tugagan bo'lsa, kessangiz bo'ladi deb menim qo'llab chiqadi. Amine. Canım xo'tnim. Uma xo'tnim gapimni anglab baqsangchi. Unda qilma, unda joyida qilma. Sening gapingni anglaydigan cho'g'am yo'q. Sen bana nimani tushuntirmaychi? Biz tushunishib turibmiz. İnsan qilgan aqidam. Amine. İnsan sendek obasızga aydek ishkolanni to'qib beginim. Ota-onam urug' tuqqanlarimni gapiga kirmay, o'liman o'chman deb tekani yarim savaldingmi? Sendek obaqcha baqilgan sharmandani ko'rib qo'ydim. Yo'qol ko'zimdan. Endi sendek nomussiz bilan bir minutdan yo'q. Amine. Gapimni anglab baqsangchi. Yo'qol. Senden ajrashiman. Atsat görüşeyle. Amine, pişayman qılmaqsız. Pişaymanlıca, ben hemen sen kılsan. Mendek aciz ayağınlık yüzüdün yaşayamaz kanak kızdım. Bunun kısasını tatmay kılmayacağım. Amine, to'xtab tur. Men sizga... Neyim buldum? Cimiklik ettin ku. O bir vafasızken Nuriman. Shuncha yillardan beri uning qandaqligini zadili tushunmadim. Menga bek uvol qildi. Sen menga shu gaplarni qilgandan keyin o'g'limni ko'rishdim, qo'rqdim. Men shaharning bu chetida o'zimga yolg'izlikni, dard alamni, echinisham pushaymonni hamra qilib, to'y to'kin nazar chiroqlog'imni bo'lmay, ota-onamning yinig'im boramay 8 yil o'tkazdim. O'ylab baq. Bunday qilish oson. Ota-onangning bu ishlardan xabari bormi? Ota-onamning bu ishdan xabari bor. Meni yo'qlabmi keldi. Men ularga mening ishlarimga aralashmaslikni, mening bu yerda ishkanligimni hech kimga aytmaslikni aytdim. Ota-onam mening jahil mijozimni o'qdan bilgashga ortiqcha gapni qilmadi. Hozir mening ahvolimni to'liq tushunadigan birdan bir odamim faqat sen.
Sen Erkinni bir qitim uçurtup bakmadыңmı? Biz ajarışıp ketip 4 yıldan keyin bir iş bilen maliye nazarati vaqt. Qaytish yo'limda Onu köygenden keyin onunğa bo'lgan o'shmanligim texmi kuchaydi. Amdil umtilishga boshlagan azobli kunlarim qaytadan boshlandi. Onu köyginimdan ko'ymaginim yaxshi emasmi? Burun uni har qancha yaxshi ko'rsam, muhabbat allaqachon nafratga aylanib bo'ldi. Uning kunlarning birida qizimni izlab kelishidan andish qilg'ashqa. Qizimni maktabga tizimlatgan chog'da ismini o'zgartirdi. Şundaqdımı men san qayıl dostum. Sen yanılı Qaysar. Şuncha jafo mushaqqatlarga chidab qizingni o'qityapsan. Uningdan sirt kurslarga beribsan. 3 yig'izliq uy elib, chiroyli yasab o'tiryapsan. Lekin men o'zim yolg'iz turibmi, sanchilik qilolmayman. Burun cho'nglarga tayinib, yomon o'ginib qapti ekanmiz. Mana endi o'zimizga tayanmasak bo'lmaydi-da. Men shu bechora qiynanamga muyuz kelamayman. Ularning men uchun qilganlari ozmi? Men shu chaqda ularni bo'lsimi o'ylab qo'ymabdiman. Hozir o'ylab baqsam, menmi bir rahimsiz kelin, shundaqla layoqatsiz ekanman. Endi pushaymon qilganning nima foydasi? Haras qiynanam qaytib kelgandu. Nadin? Ularni Qashqarga ketdi degan to'ng'u. Haras. Men shundaq degan unutib qaptiman. Ular sizlarning ajrashib ketganinglarni bilgandan keyin shu xafalikqa chidamay ketib qapti ekan. Qachon qaytib kelmadi? Ular qizimni o'z qo'li bilan beqib cho'nqagan. Uni bekli yaxshi ko'radi. Bechora o'g'lim nima kun ko'ryapmandi? Nimadan asraytding? Dadasi borku? O'g'il shu. Men bu jihatda Erkinga ishonaman. Oğlum tug'ilgandan tatipla onunğa bek amaroq edi. Boshqalarga ko'targizishga ko'zi qiymaydi. Onunğa cho'qim yaxshi qaraydi. Vay. Hey, türe ornundan. Keşkiçi yetivermey, türe. Bugün şöyle dursa burada uxlu olaydı. Vay can, tolu hoşumni ketkizip ekilmey, türe ornundan. Vay, kope. Bu öydeçe bekar oturup ne yediğen iş yok. Mav axlatlarını töküp öyünü süpe. Kope, kep batman. Dadam mı? Apam ba. Dadamız mı ki? Mama olaycı, dadam. Öte. Vay, Erkin mi? Bağımsız. Qandaq işleriniz oңuşluqtu? Qaçan kelisiz?
Alshirma, o intayin yaxshi. Yo'q, faqat xafa qilmaydi. Ha, men texi uningga sut qaynatib, non bilan nashliq tayyorlayotdim. Ha, qachon? Kelaraptimi? Ajab yaxshi. Siz bo'lmasangiz bu o'yinning ichi cho'ldarabla qoldi ekan emasmi? Ha. Ma'qul. Telefon Alshirga berdim, ha? Turay o'rningdan telefon olay. Tuta. Qalayim qan gap qilmasam ko'giligingni ko'zdiman. Dodo. Sizni pek sığındım dada. Pek sığınıp gittim. Ma'qul dada. Vay. Nimaga mishildab yig'laysan, ha? Qo'paman, qo'pa. Kashkichang ko'zning suyini iqtib yurgan bu bir nima. Kashkichi mush birimining ishini qilib yurgan. Ya atdigan qo'pmagan bu bir nima. Appa qizim, nima yozyapsiz? Xat yozyapman. Bunday qiling, ha? Qizim, texchi uxlamabsiz-ku. Endi uxlayman. Baldiroq yetib uxlang, ha? Apa, yenim kirib birdam o'tiring, ha? Gapingiz bormidi? Siz bilan yaxshiroq paranglashqim bor edi. Lekin siz aldirash bo'lg'achqa faqat fursat bo'lmayotdi. Maktabdagi ishlar to'g'rilab paranglashmoqchi edingiz? Yo'q, maktabda hech qanday ish yo'q. Shu dadam bilan ukamning ishlari to'g'rilab so'zlashmoqchi edim. Opa, rost gap qiling, ular zot qayerda? Qizim, nima ishqi bularni so'rab qoldingiz? Siz menga ular to'g'rilab hech nima demaysiz. Yana cho'ng dadam, cho'ng onamlarmi bor? Esimda qilishcha men doim cho'ng onamning yonida turardim. Shuncha yillar bo'ldi, ular bilan faqat aloqa qilib baxmadik. Men sizga demaginim bilan ularni pek sevgandim. Ikkimiz xuddi urug' tuqqan odamlardek yolg'iz turmush kechirganmiz. Uningdan ba'zi ishlarni yoshirg'ala olmoqdik. Uningga haqiqiy ahvolni deyishim kerak. Uningga aytsam bo'lmaydi. Agar qizim dadasining nadaligini bilsa, ularni izlab berishi mumkin. U chaqda Erkinning oilasi o'tirsa, zoti qanday tushuntirsa bo'ladi. Opa, jimiblik ketdingiz-ku. Nima ish gap qilmaysiz? Qizim. Abida, men dadangiz bilan ajrashib ketgan chog'dan siz 5 yoshga, ukangiz bo'lsa amdili 1,5 yoshga kirgan edi. Mana bu surat ukangizning 1,5 yoshga to'lgan kuni tushgan suratdan. Amsi ular hozir qayerda? Ular dadangiz ukangizni elib ishkirga ketibdi. Cho'ng dadangiz bilan cho'ng onangiz bo'lsa bizning xatligimizga chidamay Qashqarga ketibdi. Anlashimcha ular endi hargizmi qaytib kelmaydi. Agar ular Urumchida bo'lgan bo'lsa, sizni berib yo'qlab keling deydim qizim. Sizlar nima ish qilishib ketgansizlar? Nima ish qilsanglarni o'ylab, qamishimizni o'ylamaysizlar. Bizni yetim qilmasliklar kerak edi-ku. Agar to'yimiz bilan turmush kechirgan bo'lsak, nima degan yaxshi bo'ladi? Sizlar bekli shaxsiyat chikansizlar. Ben ba'zi savoqdoshlarimning keynimga kusolishib, todis yo'q yetmak deganlarni anglab qolaman. Shu chog'da qalbimning qanchalik azobda ketadiganligini o'ylab baqdingizmi? Mening bunday kunlarim qachongacha davomlashadi? Mening qalbimdagi azoblarni kim tushunsin? Nurg'un ishlarni siz tushunmaysiz. Buni dadangizdanmi, opangizdanmi ko'rgan olmaydi. Jinim qizim. Jinim qizim. Bo'ldi, uxla.
Sana desem, ben hazır birisine aralışıp ötüvatıным. Umu acışıp ketkenken, işki oğlu bayken. Ama yine de birli oğlu bayken. Mecazimiz xeyli kilişip kalgandek turumuz. Nimandak yaxshi. O yigitga xeyli aşık lektirsan jimi? Ajarışıp ketkenenge men xeyli yillar bo'ldi bichar do'stim. Seningmi erdin faqat ta'lim chiqmadi. Tazimi bir haraq kashga tegib qoldi ekansan. Şunu dememsen. He, dislan arak içip kirip, men urib alat dedigini. Bir qitim aşğanda tamaq yetib alsam, öyge qarıqmas kirip. Hey lalma, neler yurdun? Tiyaqça aş pişmedima deb, meni uruşqa temşildigen edi. Men açığımga paylamay, qo'limdagi chumushlan beshiga birini qo'ydim degini. Ay, şu hamon beshidan bo'lqlab qani qishqa boshladi. Buni ko'rib qo'rqqanimdan chumushni tashlab donq etib turib qoldim. O bo'lsa yarısını löngüge besib doktorxonaga qochdi. Shu chaqda uni qaraydigan bo'lsang, kim uni mastaydi? Xuddi to'yg'anda yugurib ketyapman. Keyin qandoq bo'ladi jinim do'stim? İştman to'xtaydigan odat o'zgaramdi. Qilchi o'zgarmadi. Hanim bo'lsa aldirab tug'mab ekanman. Tatishib o'tiradigan balam bo'lmagandan keyin ajrashib qutuldim shu. Әмісі хейлі yigitilan qamlashib qalsang to'y qilamsan. Qachongacha bundaq yuraversan? Ahmoqona gap qilmasangchi? Men endi birsiga bog'lanib o'tirishni hargiz xohlamayman. Menga o'xshash o'zxon o'zdek bo'lib o'ssa, nima degan yaxshi? Hey, senchi boshqalarning g'amini yemay, o'zing o'ylab qo'ysang bo'lmamdi. Yo'q do'stim, meni bundaq ishlarga amdirayim yo'q. Aldirab undaq deb ketma. Seni to'y qildimidim. Birazlar aralashib qo'ysang, dading yig'ilib qolgan chaqlarda choy ishkash, holmin qilsan emasmi? Darding yetadigan birasi bo'lsa, ko'nglingni to'xtirdi. O'zing yop-yosh turib, buncha valla tugishib ketsang bo'lmas. Seni hozir o'zingdan boshqa kim aytdi? Qachongacha ash vafo kelmagan erkini o'ylab yurasan, sen miza. Bu gapingga o'rinliq. Bu jahonda hamma odam o'xshash bo'lmaydi ekan. Ba'zilar ish og'ritsa, ba'zilar ko'ramaydi ekan. Ba'zilar yordam qilsa, ba'zilar to'g'ri tushunmaydi ekan. Yolg'iz yashamoq. Haqiqatanmi? Bek taskan do'stim. Voy. Bugun ajab sahar o'rningdan turibsan-ku. Uyg'otib qo'ymasanmi, o'zing tura olayotgansan, ha? Men to'xin o'shdim qilib bo'ldim. Dadangning keldig'ini anglab uyqungmi kelmabdi-da? Tuta, bu kiyimingni almashtirib ol. Bugun senga bayram bo'ldigan bo'ldi-da. Dadang kasicha aran 2 kun turib ketadi. Bu uyda yana ikkimiz qolamiz, jumi? Bildim. Haras, men ko'ktab akiray. Ufqangacha obdan qara. Men birdan qaytib kelaman. Alisher, Marbiya? Dada! Oğlum. Dada! Acab sevindim ben sana. Kızım, öküla. Kızım, sizni bek sevinip kettim cuma. Jirona. Birden para anlaşayla. Uzun bopta sizlerden para anlaşmalı. Kilana. Otur yapalım. Uma kızım, yani oturun ha. Sizlarni hajabni sevindim ballarım. Sizni bek sevindim dada. Meni sevindiğinlarmi ballarım. Men sizlarni bekmi sevindim. Alisher, yaxshi o'qiyotamsa bolam, ha? O'qiyapman. Qizim, siz jo'yaslik beryapsiz? Beryapman. Nimalarni o'rgandingiz? Rasm chizishni o'rganyapman. Ha, yaxshi. Hey, opanglar ko'rinmaydi-ku. Mana men. Voy, siz bormidingiz? Kirganimni ko'rib, ondan meni so'ratamsiz? Ha, yo'q, undaq emas. Obdan turdingizmi? Yo'lda kaygacha japa tatmagansiz, ha? Ozroq japa tatdim. Yo'l azobi, go'r azobi degan gap emasmi? Amsi siz bolalar bilan birdan paranglashib o'ltiring, men tamoq etay, ya? Ma'qul. Ha, Alisher o'g'lim. Darslarda qiynalib qolmagansan? Qiynalmadim, yaxshi. Natijang-chi? Appa qizim, dadangizning qishig'i sizmi chiqib kiring, men? Yenangni puling bormi yo'q? Yo'q. Sen ozroq pul beray, ya? Ma 30 ko'yni qajlab tur, ma.
Oy, kızım sizge mi ba? Elana, ma. Xudoyim baxtınızı bersin. Chiqib o'ynama. Dadam bu pulni berdi. Voyjon. Mushundoq bo'lg'usiz. Men ketgandan keyin cho'ng opang cho'ng dadanglarni ko'rgili borgansan. Yo'q, bo'lmadim. Nima ish qilmaysan? Ularning uyi shuncha yaqin tursa, 10 minutli maqsangni yetib borsan-ku. Pat berib yo'qlab turgan ular seni seg'inib qoladi. O'zingizmi bormaydi ekansiz-ku. Ular sizni seg'inmamdi. O'g'lim, sen tex kichik, ba'zi ishlarni sen texi tushunmaysan. Aytib bering dada, men tushunalayman. Sana baldır aytsammi, keyin aytsammi baribir. Keyin cho'ng bo'lganda hamon bilib qolasan. Seni hozir opang o'z opang emas. Men buni burunli bilatdim. O degan mening o'gay opam. Faqat sizlar mening o'z dadam. Sen bunu kimden aldın? Buni hamma odam biladi-ku. Savoqdoshlarim bilan da. Albatta biladi. Undaqda seni opang yaxshi ko'ramdi. Men yo'q chaqlarda seni urib tillamaydiganda. Yo'q, opam yaxshi. U meni yaxshi ko'rdi. Men opamga omroq. Man qara o'g'lim. Sening shanba kunlaring bundaq bekorga o'tib ketsa bo'lmaydi. Darsdan sit bir narsa o'rgangan. Masalan, naqsh usul bo'lamdi, muzika bo'lamdi yoki rasm chizish bo'lamdi. Qaysiga bekrak qiziqsang, shuni o'rgangan. Dada, mening undaq narsalarni o'rgangim yo'q. Undaq emas-tu. Hech qaysi qiziqmamsan. O'zing yaxshi ko'radigan biror turimi yo'qmi? Masalan, tantarbiya bo'lamdi yoki rasm chizish bo'lamdi. Men sizga bir ishni aytib beraymi? Bizning maktabda 6-yillikda o'qiydigan 3 bola bor. Maktabdan qaytgan chog'imda doim oldimni to'sib meni bo'za qiladi. Siz bergan pullarni ilib Nima dedi oladi. o'g'lim? Pul yo'q desam, to'ximini uradi. Qandaq degan gap bu, shunaqmi ish bo'lamda? Nima ish qilman, baldiroq aytmaysan? Muallimga aytsam bo'lmadimi? Qayerlik bolalar ekan u? Degina ularning advini o'zim berman. Yo'q dada, eng yaxshisi bu ishlarga aralashmam. Nima ish aralashma kerakmi? Qandaq degan gap bu? Xo'p, menga dada, necha kunning oldida ular oldimni to'sib pul so'rgan edi. Pul yo'q desam, meni urmoqchi bo'lishdi. Shu asnoda 14 yoshlardagi bir ochash ishimizga aralashdi. Hiliqlar u ochashni tilgan edi. U ochash behamankan, ularni 2 peshva 3 mush bilanla qochirib o'tdi. Rost, u ochash madaniyat saroyida jonbozlik mahorati o'rganadi ekan. Agar siz ma'qul desangiz, menimi jonbozlik o'rgangan bu. Shundoq yomon qizmikan u? Emas mayli, lekin jonbozlik o'rgandim deb boshqa bolalar bilan urushib ish terisam bo'lmaydi juma, ha? Men seni jonbozlikqa berganimga pushaymon qilib qolmay yana. Bo'lamda? Buni bilaman dada. Siz doim bolalar bilan urushma davagashga bolalar meni ursimi, dumbamni tutib beradigan bo'ldim. Bolam, ajab xarliq tortib ketibsan ha. O'liq shumlar sendan yana pul so'rasa bolam, bu qitim menga degina ular bilan o'zim ko'rish paqay. Qani mening yonchig'imdagi pulni bir ep baqsina. Dada, bu ishni opamga demayli bo'lamdi. Nima ish demayman? Opam bilsa, meni bolalar bilan urushib qolarmikin deb ansirab qolmusun deyman. Bo'ptamsa. Sening deganingcha bo'lsin. Vaqti kelganda opangga o'zim tushuntirib qo'yaman. Men at yo'lga chiqib yana 15 kundan keyin qaytib kelaman. Shu chaqda ikkimiz birga berib tizimtayla. Ma'qul. Pek yaxshi bo'ldi. Tamoq pishdi. Keling qizim, keling. Keling. Yinimda o'tiring, ha? Oppoq qizim, qo'zam. Oppoq bolam, tamoq ye. Ala bolam, ala. Og'zingga ko'rsatib qo'yaychi bolam. Yaxshi. Ha, qizimga beraman, qizimga beraman. Ma'qul. Sizga misab qo'yay. Og'zingizni iching, ha? Oppoq qizim. Ajab o'xshabdi bu tamoq. Voh. Arkan, bugun
Bugün mening bir qataçıyım batdi. Barmay desem texi, men birdam o'ltirib qaytib kelaman. Elshir bilan ishkinlar kechki tomoqni qandaqmi qilasizlar? Siz ketavering. Biz tomoqni sirtda yesak bo'laverdi. Shundaq bo'lsa, bek yaxshi bo'ladi. Men baldirla yenib kelaman. Ma'qul. Baldiroq keling, ha? Marbiyani men og'ish ketay, ha? Xo'sh. O'g'lim, nima tomoq yeysa? Toğa kavup bilen bilik kavup yeymen. Tova, aminam doim to'g'ri ko'p bilan biliq ko'p yeyman deydi. Nem tomoq yeysizlar? To'g'ri ko'p bilan biliq ko'pni ikki kichik akab beraman. Rahmat. Opang, mush tomoqlar bek amraqdi. Sen mi opang o'xshabsan, ha? Dada, siz opamni tekçi eslaydikensiz-de, şundaq turuqluq, nimişqa izlemeymiz. Siz opamga öşmü ya, nimişqa ajrışıp ketkensizlar? Bundaq emas o'g'lim. Opang ikimiz to'lim yaxshi o'tatdik. Bizning eng baxtlik, eng go'zal chaqlarimiz bo'lgan. Dada, deb beringa, opam qandaq ayol idi? U to'lim oddiy sodda. Chiroyidan kulki yig'ib turgan. Muloyim, mehri issiq qiz edi. Uning axloq fazilati odamni o'ziga maftun qiladi. Biz to'y qilib intayin baxtli turmush kechirdik. Ochang bilan ishkinglar. Tug'ilgandan keyin shundaqdi. Güzel, güzel cemalım Bolar menin pesli baharım Aydek güzel, güzel cemalım Bolar menin pesli baharım Levleringe teşna bu kalbim Ak sügünni bersen çü yarim Levleringe teşna bu kalbim Ak sügünni bersen çü yarim Kalem kaşlık huma göz ayım Şirin tatlı sözlügüm yarim Kalem kaşlık huma göz ayım Şirin tatlı sözlügüm yarim Üzülmezdir içtiğimiz ebed Çin yürekten sügen canamim Üzülmezdir içtiğimiz ebed Çin yürekten sügen cananım Vücudumda sevgi yalqını Davuldaydı köydürüp beni Vücudumda sevgi yalqını Davuldaydı köydürüp beni Muhabbetim öçmez ta ebed Çin dilimden söyleyemem seni Muhabbetim öçmez ta ebed Çin dilimden söyleyemem seni Kalem kaşlık huma göz ayım Şirin tatlı sözlügüm yarim Kalem kaşlık huma göz ayım Şirin tatlı sözlügüm yarim Üzülmezdir içtiğimiz ebed Çin yürekten sügen cananım Üzülmezdir içtiğimiz ebed Çin yürekten sügen cananım Üzülmezdir içtiğimiz ebed Çin yürekten sügen cananım Dada kiyinçu. Sen bir yaşını açkan çağda ailemizin göz tekkendeki işi oldu. Apam bilan ikimizning o'rtasida uqishmaslik paydo bo'ldi.
Apangning mendan ko'ngli sovdi. Shuncha test qo'ygan oilamiz shuncha asalli vayron bo'ldi. Biz ajrashib ketdik. Oğlum, ötken ishqi salavat. 3 yil o'tib ketdi. Alshir 5 yoshga kirib qoldi. Shu chaqcha Aminadan xabar yo'q. Sen bo'lsang doim sirtlarda yuraysan. Bichora Alshir mening yonimda tursuğu bo'laveradi. Ammo ota-ona degan boqivanda emas-da. Yaxshi kunning yomoni bo'lib qolsa, bola qanday qiladi? U texi kichik. Sen qaytadan o'ylanib, Alshirga yaxshi ona tip berishing kerak, bola. Meni bu ishga zo'rlamanglar, apa. Mening faqat to'y qilg'im yo'q. Canım oğlum. Gepimni anlag'in. Men seni emas, oldingdagi Narisidini deb shundoq da'vatman. Agar o'sha bolaning bo'ynini qisib qo'ymay desam, balaga kuyinadigan obdan anadan birini tepib to'y qilgan bola bo'lamdi. Amisa, bu ishga dadam qanday qaraydi ekan? Dadangning go tex ochchig'i yong'in yo'q. Men uningga asta-asta tushundirman bolam. Keyin men ko'p o'ylandim. Apamning degan gaplarimi o'g'rilikka. Şu hozir apam bilan to'y qildim. Hozirgi turmushimiz burunqidek baxtli bo'lmasa-mu, herhalde yaxshi. Men yo'q chaqlarda apam sening holingdan obdan xabar oladi emasmi? Nimushqa cho'nd odamlarninkiga ancha bo'lmaydiganligingizni endi tushundim. O'g'lim, men bo'lsam aldirash. Sen bo'lsangmi, cho'ng apam cho'ng dadangni ko'proq yo'qlab turg'in, ha? Maktabda yaxshi o'qigan. Sana bo'lgan umidim zo'r. Cho'ng bo'lganda general bo'lsang, nima degan yaxshi? Ha? Dada, men cho'qim yaxshi o'qiyman. Sizning umidingizni hargiz miyada qo'ymayman. Cho'ng bo'lganda general bo'lib, qo'l ostimdagi askarlarni hammaga avatib, opam bilan ochamni izlab topaman. Jini bolam. Yaraysa, aqlli o'g'lim. Oka, o geldi qara. Geldi. Çıkaylık durmoqchi. To'xta. Ne bo'lsa? Ha, bizdan qochib qutulmoqchimidda? Hamda otadan kelganda, 2 kunning oldida dadangni ko'rganda qilib atqandim. Ha, qilib pulni chiqara, armi. Pulni chiqara. Tez bo'la. Monopol. Aram mushma? Ha? Bu tamak chigirganga yetmaydi bu. Chiqara qani. Qag'inni chiqara deymi? Dadang senga aram mushijik pul berdimi? Yonchiqni oqtirib qo'yli. Aqtirib qo'ychi qani. Tayoq yegisi o'xshaydi bundan yana. Hey, to'xtanglar. Hey, oka, iliq qiz kelyapti, qachayli. Qachayli. Tez bo'layli. Hey, ular seni yana bo'zaq qildimi? Sen doim yolg'iz ma'amsan? Bugun maktabda ijorni qilgan edim. Shunga yolg'iz qoldim. Ular mening yolg'iz ma'nigan kunimni obdan biladi. Sende yana pul so'radimi? Ha, dadam bergan pullarni berdim. Sen igichaqsiz bolami? Nemish bularning advini bergizmaysan? Dadam sirtda ishlaydi. Opam bek aldirash. Muallimga aytay desam, ular bilib qolsa meni uradi. Undan ko'ra dadam bergan pullarni xashlamay ularga bersam, kunlarim tinish o'tdi ekan emasmi? Hey ahmoq, sen ularga qancha ko'p pul bersang, ular shuncha rozi bo'lishmaydi. Bunda ketaversam qanday bo'ladi? Acha, o'tganda ularni terib peran qilayotganingizni ko'rib bek havas qildim. Dadamga janbozlikni uyginiman degan edim. Uchu qo'shildi. Siz uyginayotgan yerga berib uyginaymikin? Yaxshi-ku, har shanba tushdan burun sen o'xshash bolalar uyginda tushdan bizaklar uyginadim. Acha, siz bek yaxshi ekansiz. Qara seni,
Barlıq alanın hamısı bunu biçerik alıganda Abduz geldi. Ben bana hoş aça. Bu balının ismini so'rab baqsamchi. Mana qaranglar, mushunda Muşundaq mı xush e'lon bo'ldi ekan, bo'lamdi? Tasma bir. Çoğun dada, çoğun ana. Salamet Oy durumlar balam, mı? kela. Maktab berib keldingmi balam? Kela. Kela, kela, cho'ng dadang qizim, o'shiq o'ta balam. Kela. Bu yoqqa. Kela balam, oladni yegin. Choy ichgin o'pira. balam, ha? Qandaq? Ala balam, choy ich. Choy icha. Choy icha. Choy ich. Mani ye. Qo'zg'on oshqandi. Mani ye Ala. balam. Maktabga berib keldingmi? Yaxshi o'qiyapsan balam. Aa, Oy, ko'ynaklaring jitiq turdi, birsi bilan so'qishdingmi? Yok, avtobusda odamda ko'p o'g'ishqa qistilib qilib yirtilib ketdi. Yolg'on gap qilma. Yaqindan beri kamaydigan bo'lib ketding-ku. Bak aldirash o'xshamamsan. Darslaring ig'irmi ya? Ha? Dadang kammidi-ku? Tikilidi. Apang sen urmaydigan-da. Kichik bolaga bundaq gap qilmanglar. Yok, urmaydi. Çoğun ana, ko'ngligimni Sala tikib balam, bering. men tikib beray, ha? Sizlar meni davomli gap qilib qo'ymaysizlar. Ko'nglingiz yirtilib ketib, uy kirishga petinanmay bizni izlab kelibdi. Meni davomli to'sib tursizlar. Voy. Bu badallaring nim bo'ldi balam? Yering nim bo'ldi? Ha? Apang urdimi? Yok, opam bek yaxshi. Talada o'ynab o'zim yiqilib tushdim. Çoğun dada, dümbünüzde tutup koyayıcı. Çoğun ana, yetilib qapsızdı. Mücazınız yok mu? Ishqisi yo'q balam. Yaxshi bo'lib qolaman. Dadam kelib sizni doktorxonaga olib borsin ma'qulmi? Voy aqlliq balam. Çoğun ana, putlaringizni tutib qo'yaychi. Bo'ldi balam, bo'ldi. Damog'im balam herib qolsa, maladni yegash o'rtog'ini. Kamptiya bo'lam. Ala, Kamptin ala. Apa? Ha? Apa? Keling, o'ltiring. Hajab kesh qoldingizmi? Bugün mektepte sinabiyatlar yığınlaşkan idi. Qaytib kelitip qarsam birinci yıl Abduzbek deganda 3 bala bir kichik balani boza qilib pullarni ilg'a qilib turibdi. Amaliyotda bu ishga ikkinchi qatim aralashishim. Oldin qatim ularning adini toza bir bergan edim. Bu qatim meni ko'rib qaytib ketishdi. Canım kızım, meni nimandaq ansirtisiz. Men sizni boshqalar bilan urush deb jonbozlik qilganim yo'qchimi? Buningdan keyin meni xotirjam bo'lsin desangiz, undaq ishlarga aralashmang bo'lamdi. Appa, siz u balani ko'rdigan bo'lsangiz, u bala bekli bechora, bekli miskin. O'zimni bilmayman, uni bir yer ko'rgandek qilaman. U bola qancha yoshlarga kiribdi? 8-9 yoshlarda bormikin? Voy, Samikep senda mashg'im tugagan o'xshamamdi. Qandaroq ekan? Bek yaxshi ekan. Men har kun tushdan soat 1dan boshlab 5gacha o'rganaman. Biz balki har shanba kuni uchrashib qilishimiz Bek mumkin. yaxshi bo'ldi, acha. Sizning ismingizni so'rasam bo'lamdi? Bo'ladi, ismim Abida. Seningchi? Mening ismim Elshir. Sizning ismingiz bek chiroyli ekan. Qara, seni yig'ilma gaplarga ustikan sana. Marks are gone. Ajab koyib ketdingizmi bugun? Biroz kelamdi. Ha, bugun uyga kelgan muhim bir mehmon bor, shuni o'ptirib kutib olay deyman. Up next, a mother of 800 tells us how Dilbar, she does it all. yeni mi keling? First, over to Janice, but Sizga qiladigan bir maslahatim bor. slight congestion here on the Inner Reef 95. There's an overturned Nemishdi? Men Alishirning xatni to'yini o'tkazib beraylikmikin deb o'ylayapman. Shundaqmi? O'zimizning to'yga qanchligili bir mo'changa chidamaysiz. Menimcha nikoh o'qitib kirib oldingiz. Shu chaqda mening ota-onam toza qolib bo'lgandi. 30 yoshga kirib qolgan bo'lsam-mu, yana mening qiz to'yim tursa, menga asraqmi 100 xatir qilmadingiz-ku. Endilikda hajab o'g'lingizning to'yini qizingiz kelib ketibdi. To'la arvoyimni o'chirib koni xamanni so'ramang-a. O'z vaqtida o'zingizning nima deganligingizni unutib qoldingizmi? Ey, sizni men o'yinning bir a'zosi ko'rib sizga maslahat selyapman. Men bu ishni qaror qilgan ekanman. Sizning og'zingizni qarab o'ltirmayman, uqdingizmi, ha? Jinim tenimda bo'ladigan o'g'lim uchun har qanday ishni qilishga men rozi. Bo'ldi qiling. Men bu gaplarni demagan bo'lay. Sizning meni yaxshi ko'rmaydiganligingizni bironli bilatdim.
Oğlunuzdan yerimiçilik köymeydiğinliğinizni bilip durup neme işkimi sizge tekken boğuydim. Men mi sizge bir kız doğup berdim go, lekin qanchalik izzat hurmatga erishdim. Keyningizga kirib tekken günah meni boğaşqa qandaqlik kun ko'rsam manga haq. Yana qandaq qilib bersam bo'ladi ekan. Voy, keldingmi adash? Tinchlikmi? Qandaq Yaxshi turdingmi? Yaxshimi? Voy, nima avvar Hech bo'lib qolsan qanchamiz adash? Quruqlik kasanmi? osmonmi? Kira. Oy, tinchlikmi Erkin? Tinchlikmi? O'ltiring. O'ltir adash. Adash, sen Erkin bilan paranglashqach o'ltir. Men choy damlab kiray. Ma'qul. Yaqindan buyon uyi kelmaydigan bo'lib ketdingiz, xizmatlaringiz aldirashmi nima? Shundoq, yaqindan buyon sal aldirashib qoldim. Sizchi, sirtlarda ishlab xil ko'nib qoldingizmi? Ko'nib qoldim. Endi nima amal deysiz? Tashkil nega desa shu yerga bordigan ishgan. Ala adash. Qani, choy iching. Elan. Ağa shu adash. Men tamoq tutish qilay. Birdamda tayyor bo'ladi, ha? Ma'qul. Aminatning xabar bormi? Voy, Erkin, sizmi qiziq ekansiz? Ominani menga baqil berib qo'ygandek. Mushkullarda o'zimning ishlarimga ko'ngil bo'lg'uchilim tegmayotadi. Sizmi Dilbar bilan to'y qilib, aranglarda bir bal bo'lgan chaqda uni so'rab nima qilasiz? O'zingizga ishda yurmay jim o'tirmay. Uningdimi kechamay, buningdimi kechamay kimning ish kitobiga tam desaytam sizga, ha? Chaq-chaq qilmang. Voy, nimaga kulishib ketdinglar? Nima deyishayotgandinglar? O'zimizning gapini qilishyapmiz adash. Men tamoqni kiray. Paranglashib o'tiringlar. Dilbar xafa bo'lib qolgandek turamdi nima? Yo'q, u siz kelishdan avval menga ozroq xafa bo'lib qolgan. Mundaqdan ko'zlariga qarasam yig'lagandek qilib turadi. Urushib qolmagansizlar? Tilg'og'idek cho'ng ishim yo'q. Faqat men uning o'g'limizning xatni to'yini o'tkazib berayli deb maslahat solsam, mening to'yimni o'tkazib bermagandan, amdilikda o'g'limning to'yini o'tkazib beramsan deb xafa bo'layotdi. O'g'limni 10 yoshga kirib qoldi. Uning taqdimatlik bolalardan qog'idek narva deysiz. Siz o'ylab beqing. Alisher mening bir talla o'g'lim tursa, menmi bir dada tursam, qarzimni ado qilmasam bo'lamdi. Men mush bolamni yaxshi o'qitamanmikin, yaxshi yegizib, yaxshi kiygizamanmikin demisam, uni tashlab sirtlarda ishlab, jafo chekib pul topman deb nimani qilaman? Uning ustiga qizim Marbiyami bor. Uni yaxshi kuniga erishtirishim kerak-da. Deganlarim xato emas-ku. Rost deysiz. O'g'il bolaning xatni to'yi yigit to'ydimi muhim. Lekin Dilbarning ko'nglida yomonligi yo'q. U o'ylamayla shunday deb qo'yibdi. Sizmi uningdan xafa bo'lib ketmang. Rost, uning mijozi tushunishlik. Voy, Dilbar nima javob olib ketding? Nadikini adash, elimi loyiqingda bo'lmadi. Sen kela. Adash o'tira. Nima javob olib ketgansan, bir xil tomoq qilsang bo'lmasmidi? Nadikini. Seni bek avvar qilib yetibdiman. Sizlar birdan mungdashqash o'ltirib, birga tomoq yenglar. Tomoq yemasangiz bo'lmadi. Tomoq yesangiz bo'lmadi. Sizlar o'ltiraveringlar, ha? Vaqtingiz bo'lsa yana kelib turasiz, ha? Bo'ptamsa. Xo'sh. Kela adash, birga o'ltiraylik. Adash, ala. Adash, Erkin mendan biror ishni yushiratamdi qandaq? Voy, do'stim, nimalar deydigansan? Shu Alisherning xatni to'yib bo'lmamdi. Voy, shu ishmitdi. Demisimi, chop-chong bo'lib qolgan bolaga nima xatni to'y? Aldirmisimi, atogin yigit to'y bor emasmi? Sen miza Erkinning mijozini bilib turib, uni bilan qarshilashib, nima qilasan? Yelimi bolaning onasiga qilganlaring oz emas, Dilbar.
Bichar Amina'nın kömegen kuni qamadi. Uni har qatim ko'rganimda vijdonim azoblanib bearam bo'lib ketaman. Voy, bo'ldilar adash. Sen-chi doimli shuning gapini qilsan. Qachon meni o'ylab baqqanding? Voy, xinim. Peshonamni silib deb gap qilsang bo'larmikin? Yelimi sen uchun nima ishlarni qilmadim? To'la og'zimlashma jim bir o'ltag'ini. Voy, adash, bo'ldi qila. Men chaqchaq qilib qo'ydim. Ala adash, ala. Shuni bilsang bo'ladi-ku. Bilaman adash. Meningmi ishqorlikda turib qanchalik xijolat tatayotganligimni obdan bilasan. Senmi erkinning kayniga kirib elib yig'lab yurgan kunlaringni unutib qolma. Shunga Elshirning xatni to'yini chiroyli o'tkazib qo'yganing yaxshi. Ma'qul adash, ma'qul. Ala, tomoq so'rib qolmisan. O video uchun kelmoqda. Elshir, O videochi, yaxshi turdingizmi? Kiyimlaringizni almashtirib bo'libsiz-ku. Men sizni saqlab turatdim. menda bir ishing bormidi? Mening ishim yo'q, faqat sizni aytib vaqti bo'lsa men bilan birga. Ha, to'g'ri, sizni tomoq taklif qilay degan edim. Voy, puling ko'p o'xshamamdi. Qaraganda bulanchiga uchirmabsan-da. Ular elvogacha sizga xishlab kerak deyman. Ha? Bo'ldi. Sapit tuzinglar. Abida, bu yoqqa keling. Meni chaqiryotdi, keyin O kelishaymi? videochi aytdi mening xo'sh. Bugun opamga nima bo'lgandi? Bir qismi bo'lib qopti. Apa, bugun ukamning 10 yoshga kirgan kuni shundaqmi? Var. O'shanda kunlardimi uning yanada bo'lamsa. Balaning xafaligini, yaxshiligini ko'ramiz. Og'rib tortib qolsinmi? Uning holatidan xabar olamizmi? Mana bundan ma ortiq azob bormi? Mana nima degan qattiq azob bor. Uning ko'ngli xohlaganda ep beramisan. Tiriktirib, tozaq otida kiydim-ku. Apa, bugun bizning maktabda qiziq kundirsi bo'ldi. Nima ish bo'ldi bola? Bugun sinfimizga Dilshod matematika darsi vaqtida uxlab qolgan. Keyin o'tirdigan Nadira uning dumbisigini o'qib, "Hey, Tura, muallim sendan savol so'rayotdi" degan edi. Dilshod o'rnidan turib, "Muallim, boya anglayolmadim. Yana bir qatim desangiz bo'pti ekan" dedi. Hammamiz kelishib ketdik. Hatto muallim kelib ketdi. Tazima qiziq ish o'pdi. Hayra sapa, men iliq sizga gapini qilib bergan bola bor-ku. Qaysi bola? Iliq doim bulanchiq uchraydigan-chu. Esimga keldi. U bolaga yana nima bo'pti? Necha hafta bo'ldi. U bolama jambozlik maharati o'rganayotdi. Anglasam, uning ota-onasi boshqa bolaning uni bo'za qilganini anglab, uni kursga qatnashtiribdi. Apa, kelashamikin vaqtingiz bormi? Bir ishingiz bormidi? Kelar shanba kuni kursda jambozlik musobaqasi o'tkazdik ekan. Shunga sizni bilib berib ko'rib kelamdikin deyman. Hozir bir nim deyamayman. Vaqti kelganda bir gap bo'lsin bo'lamdi. Ma'qul. Dada bir yak boramtınız. Shundaq.
Tushdan burun bosh idoramizga berib bejirdigan azroq ishim bor. Tushdan keyin opang bilan xatni to'yinga restoran quch qilib boramiz. Buni so'rab qolding-ku. Tushdan burun meni og'ilib o'ramsiz. O'zing berib kelalaytding-ku. Bo'g'ingiz kelmisi bo'pti. Balam. Man qara. Xotirjam bo'l, seni og'il cho'qim boraman. Xo'sh, dada. Xo'sh.